Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qondan qon miqdorini tushib ketish, ya'ni gipoglikemiya sindromi haqida gaplashamiz. Bolalarda va kattalarda gipoglikemiyaning sabablari turlicha. Kattalarda bu ko'proq me'da-osti bez bilan bog'liq holatlarda, jigar kasalliklarida va yurak usti bezining yetishmovchiligida kuzatilsa, bolalarda uning sabablari juda ham ko'p. Gipoglikemiyada bu qondan qon miqdorining 70 mg detsikldan past bo'lishi, qo'shimchasiga gipoglikemik sindromlar, ya'ni simptomlar va qondan qon miqdorining ko'tarilishi bilan, ya'ni glyukoza ichirilishi yoki glyukoza qilinishi bilan o'sha simptomlarni o'tib ketishiga gipoglikemiya sindromi deyiladi. Bolalarda xavf guruhiga bu onasida diabet borlar va katta ves bilan tug'ilganlar yoki kichik ves bilan va erta tug'ilgan chaqaloqlarda bu gipoglikemiya xavfi yuqori va undan tashqari modda almashinuvining turli xil buzilishlarida, jigar kasalliklarida, buyrak kasalliklarida, buyrak usti bezi yetishmovchiligida va eng ko'p uchrashuvchisi bu me'da osti bezini tug'ma, ya'ni giperinsulinizm kasalliklarida ko'p uchrashi mumkin. Bunday bemorlarga yondashuvda, ya'ni kritik simple, ya'ni qondan qon miqdorini past bo'lgan holatdagi olingan analizlar juda ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni bu qondan qon miqdori 50 mg detsikldan past bo'lgan holatlarda maxsus analizlar bor. O'shalar tekshirib ko'rilganda juda ko'p sindromlar va kasalliklarni istisno qilish imkoniyati bo'ladi va yuqori sifatli tekshiruv hisoblanadi. Ya'ni normada qondan qon miqdori past bo'lganda insulin va C-peptid juda ham past yoki aniqlanmaydigan darajada bo'lishi kerak. Tug'ma giperinsulinizm asosiy belgilarida esa bu qondan qon miqdorining past bo'lishiga qaramasdan insulinning miqdori yuqori bo'ladi.